Bu avtomobiliga propan qo'ysangiz ikkita plyusini aytib o'taman, ikkinchisini aniq bilmaysiz. Xo'p, ko'pchilik aytishadi, "Yo'q, men benzinda yuraveraman." Da, benzinda yursangiz bo'ladi, kamida 98 benzin topib yurish kerak. Undan ko'ra eng optimalniy yechim albatta 98 da yuqori aktam beradigan propan qo'yish. Faqatgina propan qo'ygan vaqtingizda xuddi mana shunday akkuratniy va originallari bilan qo'yishingizda taklif qilib qolamiz. Hammaga propanda ko'pchilik negativ bildirishi mumkin, propan tiqilib qolib jonga tegadi deydi. Lekin mana shu filtrni siz har 4000-5000 kilometr almashtirib turing, 100% beramiz, ideal ishlaydi. Faqatgina tanlovni to'g'ri qilsangizgina mashinangiz yaxshi yuradi. Xo'p, Alex bloklardan foydalandik. Bu GDI 2 turbo bo'lgani uchun mana shu blok 100% cho'tki qilib yurg'izib beradi. Va bu avtomobilga maksimum davlat yetkazib beradigan reduktorimiz albatta Nordic bo'ladi. Ish sifatiga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Original xomutlar, hid chiqarmaslik uchun original fragment shlankalar va Dakota farsunkasidan foydalanganmiz. Buni ham aldamchilar juda ham ko'p chiqib ketgan. Xo'p, orqa tomoniga keladigan bo'lsak, bu Malibu avtomobilimizni orqa tomoniga Cilindroni 65 talik balon qo'yib berdik. Ko'pchilik bizga 42 talik yoki 47 talik deb so'rashadi. Da, uni qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin afzali 65 talik. Nima uchun afzal deyapman? Hozir sizga tushuntirib o'taman. Agarda siz 65 talik balon qo'yadigan bo'lsangiz, 65 talik balonni chanaga qo'yib beramiz. 47 talik baribir polda turadi. Har 2 yildan keyin u tagini ochib, tozalab turish kerak. Chunki havolatib turish kerak. Emasam balon chirish xavfi bor. Shuning uchun eng optimal yechim 65 talik balon bo'ladi. Bu videoni Malibuchilarga yuborib qo'ying. Ha, aytgancha, siz bunda propanda kamida siz 290 ming, 300 ming so'm pulga bemalol 500 kilometr harakatlanishingiz mumkin. Yo'q, men benzinda yuraveraman deydigan bo'lsangiz, kamida 600 ming so'm xarajat qilish kerak. Shuning uchun eng optimal yechim albatta propan qo'yish bo'ladi. Bu videoni Malibuchilarga yuborib qo'ying. Har qanday turdagi avtomobillarga sifatli propan va metan ustanovka qilib beramiz. Biz eng arzoni demaymiz, eng sifati deymiz. Sirdorim metangiz.